Orzugul O'rozmatova ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik tanish bo'lgan, o'zining samimiyligi va quvnoq tabassumi bilan insonlar qalbidan joy olgan qiz edi. Uning haqida tarqalgan qayg'uli xabarlar ko'plab insonlarni chuqur iztirobga soldi. Yosh umrining qadriga yetish, yaqinlarimizni asrash va har bir lahzani qadrlash kerakligini yana bir bor eslatdi. Inson hayotdan ketishini mumkin, ammo uning yaxshi nomi, go'zal xotiralari va qalblarda qoldirilgan mehr-muhabbati hech qachon yo'qolmaydi. Ba'zan hayot bizni eng og'ir sinovlar bilan yuzma-yuz qiladi. Shunday onlar bo'ladiki, yurak inson ishonishni istamaydi. Ko'zlar esa ko'rganiga ishona olmaydi. Inson bu foniy dunyoga qancha umr ko'rmasin, uning ortidan qoladigan eng katta meros yaxshi nomi, ezgu amallari va insonlar qalbida qoldirilgan mehridir. Samimiy insonlarning xotirasi hech qachon o'chmaydi. Ularning taniganlarining qalbida mangu yashaydi. Har bir tabassum, har bir ezgu so'z va har bir yaxshi amal insonni unutilmas qiladi. Hayotning har bir lahzasi qadrli ekanini ba'zan juda kech anglaymiz. Yaqin insonlarning yo'qligi qalbda hech qachon to'lma bo'lib bo'shliq qoldiradi. Ammo mo'min insonning eng katta tasallisi duo va yaxshi xotiralardir. Biz sevgan insonlar yonimizda bo'lmasalar ham, ularning xotiralari ham doim qalbimiz bilan birga yashaydi. Alloh taolo rahmatiga olgan bo'lsin. Gunohlarini mag'firat qilsin. Qabrlarini nuriga to'ldirsin. Joylari jannatning eng go'zal maskanlaridan aylasin. Yaratgan yaqinlariga sabr, matonat va bardosh ato etsin. Har bir o'qilgan futha, har bir qilingan duo uning ruhiga sabab bo'lsin. Inson umrining uzunligi emas, balki uning ortidan qoladigan yaxshi nomi va ezgu ishlaridan muhimdir. Yaxshi inson hech qachon unutilmaydi. Ular ota-onasi, yaqinlari, do'stlari va ularning qadrli insonlar qalbida doimo yashaydi. Orzugul xotirasining ham uni sevgan va qadrlagan insonlar qalbida mangu saqlasin. Robbim barchamizni oxiratimiz obod qilsin. O'tgan barcha mo'min musulmon bandalarni o'z rahmatiga olsin.